Assalomu alaykum. Bugun qiziq holat. Patsient o'zi Xorazm viloyatidan tashrif buyurgan bir necha yillardan beri chap tomonga e'tibor beramiz. O'sha chakka sohasida kistaga o'xshagan kistozni holat aniqlangan. Bu rejimda ko'ramiz. Bu hozir 3,5 kattalashtirib 1,5 Teslada GHGCGHH rejimida ko'rilgan. Endi rejimni o'zgartiramiz. Hop, buni ko'proq sagitalmas mana proyeksiyaga e'tibor beramiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin chap taraflama bemorda kistozning degeneratsiya. Bunga ko'pchilik e'tibor bermagan. Bemorda 3 soat davomida qilingan EEG'sida bemorda o'zida o'choqlar aniqlangan. E'tibor beramiz EEG'larda. Xo'p, aynan o'sha kista joylashgan proyeksiyaning ustida bir tomonlama ko'proq chap tomonlama ikkilamchi fitalizatsiya bergan. Xo'p, bu yerda bu generallashgan ikkilamchi tarqalgan xurujlarni ko'rishimiz mumkin. Asosiy o'sha kista joylashgan joyi. Hop, kattalashtirib ko'radigan bo'lsak buni. Mana bu miyani o'ng tarafi, bu chap tarafi. Yavni ikki tomonlama asimetriya ko'rishingiz mumkin bu. Hop, endi buni narigi rejimda o'tkazib ko'raman. Hozir buni hop, rejimlarni almashtiramiz. Bizga ko'proq koronarni proyeksiya bo'lsa, hop, koronarni proyeksiyani ko'ramiz. Hop, bizga ko'proq koronarni proyeksiya kerak bo'ladi. Koronarni proyeksiyani yana ham aniqroq topib olishligi uchun. Hop. Koronarni proyeksiyani ochamiz, e'tibor beramiz. Doim sudrargilarni ko'rayotgan paytda doim epi rejimda iloji bo'lsa 3 Tesla, bo'lmaganda 1,5 Tesla. Hop. 1,5 Tesla. Hop, uni vrachni o'zi ochib ko'rish shart, diskni o'zini. Hop, ko'proq paragipokampal sohaga e'tibor beramiz. Undan keyin, hop, yana o'zini ko'ramiz endi.